Aziz Muratlar, bizlarda kreditlerimiz 3 yıllık kreditlerimiz var. 3 yıllık kreditimiz mahalla loyihasi doirasida beriladigan kreditlar 3 yilga olti imtiyozli davr bilan ayollarga 24%, erkaklarga 25%. O'sha kreditlarimizda masalan chorvachilik, nimaiki tadbirkorlik o'zini o'zi band qilib tadbirkorlik qilaman degan fuqarolarga beriladi. Agar yuridik shaxslar bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxslarga ham bersak bo'ladi. 312 son qarori asosida 5 yilgacha imtiyoz davri bilan berilamiz. 300 milliongacha beriladi. 100 millioni garovsiz, garov ta'minotisiz, 100 milliondan oshgan qismi 200 milliongacha bo'lgani sug'urta garov ta'minoti bilan beriladi. Qolgan 200 milliondan oshgan qismiga esa garov ta'minoti qo'yish kerak bo'ladi.